Bismillah. Assalamu aleyküm, hürmetlik, muhterem, süyümlük, aziz Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün yeni bir video bilen karşınıza çıkıp kaldım. Bunun növbetdeki vaziyetimizge qanchalik alaqası bar, qanchalik aktual bir tema. Bu haqda deydiganlarım ancha ko'p emas. Fakat men o'tganda vekillik meselesinin nihayet muhim ekanligini deb o'tgandim. Ve bu vekillik meselesinin muhimligiga hammadan qo'shilgan. Hatta ahirgi so'zlarimga qarshi chiqqanlarmi u baştaki vekillik meselesinin muhimligi mazmunlarga qo'shiladiganligini bildirgan. Şu sebepten bugün nihayet uzundan beri degim kelgan ama demayotgan bir tema. Diqqatinglarga sunaman. Vekillikning nima uchun bu kadar muhim ekanligini bu misollardan ko'rib olishga bo'ladi. Ko'rayotganinglardek temamiz İsa Yusuf Aliptekin haqidagi talash tartishlarga to'liqlama. Aslida bu suhbatdan voz kechgandim. Mazog'i chammatgandek o'qib deb. Bilasizlar, mazog'i chammatishni gunoh hisoblaydigan an'anamiz bor emasmi? Hatta yaqingacha Abbaq Xo'ja haqidami uchuq bir nima degili bo'lmaydi. Çünkü cemaat fikri bilan hisoblashmayin bo'lmaydigan ish. Endi bu temani so'zlamasam bo'lmaydigan yeri keldi. Çünkü biz bir tarixiy açalda turibdimiz. Bu vekillik chetiladigan bir tarixiy açal. Şuna vekillik meselesini her zaman aklımızda tutmasak olmaydı. Yani bir taraftan efendimning baqqı nimişqa g'urliq fikirden dese xotiningga nimişqa yashab bermiding degandek g'alati inkaslarni ko'rildi. İsa Yusufni deding, Seyfiddin ne demeding degandek bichara inkaslar. Bunda shalpaqli inkaslar qarab kishining bularga ichi og'rib qoladi ekan. Qanday qiladi bichara boshqa tuzukroq bir nima topolmasa debmi o'ylab qoladi ekan kishi. Bunun zıtığı desemmi, yanama kengroq bu meseleni tilga ilishni aytib keldim. Xabaringlarda va yaqinda, pek yaqin emas herhalde. 20 kun bir oy bo'lib qoldimi? Tor videolardan biridagi suhbatda İsa Yusufning jinoyatlaridan biri o'tirib qo'yilib ekanmish. Shuni his qildimki, İsa Yusuf temasining ommaviy matbuotlardagi shovqullari kitap okumaydiganligimizning yana bir namoyandasi. Masalani tunji qatam men o'tirib qo'ygan edim. Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanish nomli majmuadagi ma'lum maqolalarda bundan 20 yilcha vaqt burun İsa'ning xalqimizga qilib bergan ba'zi parlaq xizmatlarini tilga olib o'tgan edim. Bu qatim video suhbatlarda Ahmetxan Köktürk'nün İsa hakkında anlavaganlarını oturup koyuşu bilenler vay Ahmetxan aka degan suyumlik ataşlar içinde Ahmetxan yadılınıp ketkenligini gördük. Goya bu büyük bir sırrını paş kıygan kahraman oldu. Goya bu Ahmetxan yüzü İsa'dan yaxşırakmış gibi. Eğer zürüt etilse bu akdım ayrım sözlerimiz. Hayatta Unda bir işler buluduğum, mesela bir deyhan bir sözünü dese, onunla xalqning diqqat qo'zg'almaydi. Pisentik kelmaydi u. Ama o'xshash gapni Mavzeydong desini buldu. Vay en ali yo'l yurib bo'lib. Mavzeydong bunda deb ta'lim berdi deydi emasmi?
inson bolalari mana shunday bo'ladi. O'xshash gap birisi tarafidan o'tirib qo'yilganda diqqat qilinmaydi. Boshqa birisi tarafidan o'tirib qo'yilsa shovqin ko'tariladi. Kitoblarimdagi maqolalardan boshqa yana bu yil 3-oydagi Xitoylarning boshqa millat mustamlikachilar bilan bo'lgan farqiy mavzuliq videoning 32-minutdan keyingi qismida mushu Jang Jichongning nutqi va bu nutqning bir sho'r haqida to'xtalgan. Bunun manbasi İsa Yusufning Sharq Turkiston uchun, asr Sharq Turkiston uchun degan aslimasi. Bu nayati yo'g'on kelamsiz bir kitap. Mana bu kitapning 500-betdan 500-betdagi bu mavzu yurt gezimiz sonunda original Jang'ning bana qarshi chiqishi degan mavzu. Onundan keyin 500-betdan 502-betgacha bo'lgan qismi. Mushu yerda to'xtaladi bu haqda. Endi qarindoshlar, bu kitap 78-yili Türkiye'de avj olgan kommunist mafkurasi va kommunist guruhlarning jamiyatni qalayonqon qilib, Türkiye'ni ichki urush qilib bag'dek darajaga yetishi, vaziyatning bo'yisin taraqqiy qilishi bilan Sovet ittifoqining aralashish, astribdan kommunist guruhlarni qurollantirish ehtimolligi kun tartibida 78-yili. Mana shunda xalqiliq paytda Türkiye hukumati xilidan beri tashlab etilgan İsa'ni yodiga olib, uning boshlamchiligida namoyishlarni qildi. Kommunistlarning kelishkil bo'lmaydigan darajadagi zolimligi, rehimsizligini so'zlash orqali yo'ldan ezib kommunistlarning depog'usida o'ynab kelayotgan Türkiye yoshlarini ogohlantirmoq edi maqsad. Şoňlaşqa Türkiye dairler tarafidan aqllandirilib, namoyishga undalgan İsa'ning bu qatimqi namoyishida ko'tarilgan lozunkalarning birida bizni ko'ring, ibrat eling deb yozilganligini desakla, bu namoyishning Sharq Turkiston davosi mazmunida emasligini, Türkiye'ning shu chog'dagi davolg'ib to'g'an siyosiy vaziyatini nazarda tutib uyushtirilganligini bilishimiz tez emas. Mana shu namoyishga undash bilan bir vaqtda uni darhol bir aslini yozib chiqishga rag'batlantirib, maxsus bir turk yozuvchisi uning og'zaki aytib berishi bilan bu aslini yozilgan. Shug'unisi bu aslini tutkicha kommunistlarning azvaylashlari besiqib qolgan. Natijada bu aslimiga bek hojat qolmag'achqa, uning nashr qilinishi, tarqitilishi qatorliqlarga hukumat qo'l tiqmagan. Şoňa bu kitap 85-yilga kelgende andan nashr qilingan. Şugunisi bu kitaplarda kitapxonalarda setilmay, nima uchundir Sharq Turkiston vaqfidagi ambar hisobidagi bir hujurga besib qo'yilgan. Men 1996-yil Turkiyaga kelgan chig'imda oldingi avlod liderlarimizning kurash musofasi, tajribalarini o'rganmak maqsadi bilan bu kitobdan birini o'qishga tirishgan bo'lsam-mu, kitap bek cho'ng hajmlik. Mening Türkçem bunu o'qib tushunishga yetmaydigan bo'lganidan bek afsuslanaydi. Shu chaqlarda Arslan Aliptekinning bir qatim madrasa kelib, bu kitobning tarqilishiga qarshi gaplariga shohid bo'ldim. Uning maqsadi kitobning bekog'i taqilib ketishini to'sish, pulga sotiladiganligini bildirib qo'yish edi. Yangi kelganim uchun bu menga bek g'alati tuyulgan. 1999-yili 2-nji qatim Türkiye'ga qaytib kelgan chig'imda bir qatim madrasaga berib bu kitobdan birini akilib o'qidim.
Şu çağda meni bek köp işler hayran kaldırgan edi. Şuna xalar, xalıma salda kitaplarımda bazı uçurlarını ihtiyat bilen tilga aldım. İhtiyat bilen. Nima uchun ehtiyot bilan tilga olganligimdagi ijtimoiy sabablarni oxirida bayon qilaman. Keyin ba'zi videolarda ba'zi ipuçlarını tilga oldim. Lekin hech kimning diqqatini tortmadi. Aslida birasi hech bo'lmaganda qarish chiqsa ekan deb tamoyil bo'lgandi. Agar shunday qilgan bo'lsa, men bu kitobning dal shu men tilga olgan mazmundagi bitini rasm shaklida e'lon qilib, bir maydon bas munozir qo'zg'amoqchi bo'lgan. Nayt, afsuski, o'z taqdiri haqida xuddi tomuzda qo'li to'ngadigan xalqimiz bunga diqqat qilgani yo'q. Ilgari men tilga olib o'tgan bir nuqta texmi muhim edi. Texmi muhim. Diqqat qiling. Bugun biz Sharq Turkiston masalasiga haqiqiy turda yordam beradigan bir davlat topolmay halak. Rasmiy yolg'onmi? Bizning jamiy tirishchanligimiz, jamiy faoliyatimiz, jamiy tamoyillarimiz, orzularimiz bu manzilda. Ya'ni bir davlat chiqsa, bizni rastdan qo'llasa ekan. Uch Qashqar oldi bizni qo'llasa ekan degan tamoyilda biz. Xuddi 40-yillardagi Sharq Turkiston milliy inqilobi davridagi Sovet ittifoqining qo'ltiqqinidek bir davlat generallar, maslahatchilar, istixborotchilar qurol aslalarni berib qo'llasa ekan deb tamo qilib yutib bu. Rasmiy yolg'onmi? Har qanday asoratli xalq chetning yordamini tamo qiladi. Aqsida bir davlat bo'lmoqchi harakatning o'z-o'zidan g'alaba qilish ehtimolligini asosan yo'q. Bo'lmasa misol keltirib bersanglar men anglab boqay. Shuning uchun chetning yordami bir zaruriyat. Dal biz yarim asrdan ko'proq vaqtdan buyon tirishib qo'lga keltirishga urinayotgan chetning yordami İsa Yusuf olib tekin tarafidan bir emas bir qancha qatimlab tif tashlanib tarixiy fursatlar kulga aylangan. Birinci qatimliqi 1926 yillari yuz bergan. İsa Yusuf O'zbekiston Federativ Cumhuriyatining Anjan shahrida turishli Xitoy konsulxonasida malay bo'lib turayotgan chog'da bo'lgan ish. Shu chog'da Sovet ittifoqi Sovet davasida ishlamchilik qilib yurgan, tijorat uchun kelib ketadigan Uyg'urlarni to'plab harbiy mashq qildirgan. Ondan qurollantirib Sharq Turkistonga yo'llamoqchi bo'lgan. Bir ticaretçi ticaretini loylagatqa. Ticaretçi degan ticaretini loylaydi. Pulga günüp qalgan adamning ishtasi. Ticaretdan mahrum qoldirilib, harbiy mashq tutilganiga rozi bo'lmag'achqa. Kechisi İsa Yusufni izlab kelib, Sovet ittifoqining qilayotgan va qilmoqchi bo'lganlarini aytdi. Bu ishning zodi foydasi bo'ladigan ishmi? Çatkı ko'prakmi? Siz o'qigan odam obdan bilasiz. Sizdan maslahat olay dedim. Siz bo'ladi desangiz qilayli, bo'lmasa qochayli degandek mazmunda ahvol aytdi. İsa darhol buni Xitoy konsuliga fosh qilib qo'ydi. Beyjingdagi Yuan Shikai hukumati darhol Sovet elchisini chaqirtib, bu ishni yuziga solib, ularni o'zini tutib olishga undab, satchilikka qoldirdi. Sovet ittifoqi. Bunu öz əslimisində yazıdı İsa Yusuf. Bu kitabda yazıdı şu gapni. Və bunun munafiqlik ekanligini bilgüçülüki yo'q olğaçqa Sharq Turkiston xalqini bir baloyi qazodan qutqizib oldim deb yazadi. Balkim asli ahvol texmi sharmanda bo'lishi cho'qim. Nimish bunday deymiz? Aslimini o'zi yozayotgan bo'lg'ach qanchalik güzelleştirildi Allah biladi. Bir aslimi yazuvchi o'z aslimisida xalar xalamas o'zini markazga qo'ydi. Qahramon ko'rsatishga tirishdi. Qusursiz bo'lib ko'rindi. Mumkin qadar xatolarni ma'lum jihatda kechirilir sabablarga bog'lab, mumkin qadar güzelleştirib yozishdan xoli bo'lolmaydi. Bu yaqini her zaman aqlimizda tutgan holda bu aslimini o'qigan chig'imizda nurg'un joylarda bu qanday adam degan savollarga duch kelib, hayronligimizni yoshira olmay qolamiz.
Bir qatımlıq Xitayga qarşı qurallı qo'zg'olonni Xitayga setib itish qilmishini Sharq Turkiston xalqi qilingan bir qatımlıq g'oyat zo'r qutqizib edish deb baho berishni nima deb tushunsak to'g'ri bo'ladi? Bu adamning siyosiy engi bo'lgan liderlik vasiflariga ega birisi emas, bir abdal ekanligini aql kechmay qolmaydi. Uning bu qilmishini aqlashidagi birdan bir rejisi u yoqdimi Xitoylar o'z xalqimizni oldiga serib qo'yib, o'zaro qirdirdi degandan iborat. Qirg'inchilikdan qutuldirib qopdimish. Qirg'inchilikdan bu qutulibmi qolgandi. Buni qabul qilaylik-da. Hozir nima bo'ldi? Qirg'inchilikdan oxirgi hisobda qutuldikmi? İsa'nın əslimisini o'qigan normal bir Uyg'ur o'qivatqicha 100 yerde puchilindi. 100 yerde. 100 yerde üzünü basanmasdan hain deb vaqirab soladi. Agar mening qo'limdagi nusxasini sizlarga varaq ko'rsatishga mumkinlik bo'lsa edi, batlarning hoshiyalariga yozib qo'yilgan ta'sirotlarimni ko'rgan bo'lardinglar. Hain, g'alcha, shuni biladi ekansan, yana nima buncha ular g'alchilik, Xitoy ulug' falsafasi, qulchilik va hokazo. Ashuna narsani yozib qo'yamiz kitobning butun bo'sh yerlariga. Bu ish bunday boshlandi. Yangi So'ning shu zamondagi hokimi Chindeli. Yangi So hokimi Chindeli'ni Enjanda turishliq konsulxonaga konsul qilib tayinlaganlik uchun Chindeli Enjanga yo'lga chiqmoqchi bo'ladi va bu arada o'ziga bek yarab qolganlik uchun malaylikdagi qusursizligi bilan yarab qolganlik uchun İsa'ni birga ilib oladi. Ular Enjanga yo'lga chiqib qo'shiq kelganda Sovet taraf O'zbek, Rus, Qirg'izlardan bo'lib bir guruh yerlik amaldorlar kutib olishga oldiga chiqadi. Bularning ichida, bu kutib oladigan guruhning ichida Sharq Turkistonlik muhojirlarning bir oqsoqolimi bor, bir Uyg'urmi bor. Ularning Xitoy konsul bilan qo'l ilishib ko'rishishi, Xitoy bilan bir qatorda o'ltirib suhbat kutishishi İsa'ga g'alati tuyulib ketadi. Chunki shu kungacha bir Xitoy bor o'rinda yerliklarning o'ltirganligini ko'rib odatlanmaganlik uchun, bir Xitoy amaldor bilan yerliklarning qo'l ilishib ko'rishganligini ko'rmaganlik uchun bu İsa'ga shunchalik yot tuyuladiki, aqli qabul qilolmay qoladi. Hatta bu hayronligini bu kitobni yozayotgan 60 yil o'tgan chog'da bu o'sha hayronlikni ifodalaydi. Bu kadar ulug' Xitoylar deb o'ylaydi-da. Bu kadar ulug' bir Xitoy. Bu odatdagi odamlar bilan qo'l ilishib ko'rishyapti. Bu qanday olib ketdi bu jahonda? Umumni tushunma deb hayron qilayotgan. Enjandagi dastlabki kunlarda bir o'lim bo'ldi. Ya'ni bir Xitoy o'ldi. Xitoyning oxiratlik ishlari bilan İsa vazifalantirildi. İsa buni shunchalik zo'q shoqi bilan bajardi-ki, 60 yil o'tib mushu aslimani yozayotgan chog'da bo'lsa-mu, qiyganlardan numus kelib azrab padazlay demasdan qilganlarini iftixor bilan yozdi. Xitoylar bilan birlikda tavutning oldida biligi oq bog'lab, g'azida bo'lib, mangallargacha iftixorlanib turib yozadi. Balkim go'zallashtirilgan bo'lishi mumkin. U holda asli ahvol texmi echinishlik bo'lgan bo'ladi. İsa'ning bunday to'liq va kamkutsiz qulluq psixikasi xo'jayin Xitoyning diqqatidan qochmaydi. Xitoyga yarab qoladi yani. Burunma yaraganda kunsur yarab qoladi. Konsul Xitoy Chindelining bir yeznisi bo'lib, aqliy tangponligi joyida emas edi.
Keyinchi bu ablahning kesili adab ketib, ta'atini bilmaydigan holga keladi. Men buni shunda paham etdim. Ta'atning gapini kitobda yo'q, rostini desam. Ama Akisel'nin adab gitip bir konsulxonada, yani bir diplomatik muhit içinde tutup duruş bek epsiz algı gep qaladı. Şunu şunu bilalaymiz ki, taxmin qilalaymiz ki, kesel adab tartib tutanmas algı gep qalgan buluş kerak. Şunun bilan diplomatik vazifadagi bir Xitoy yot elde bir sarangni tutib turuverish epsiz bo'lgan chog'i buni Beyjingga tuqqanlarga olib berib o'tishni aytib keldi. Tartib tutanmaydigan bir sarangni qanday yo'lga serish kerak? Kim onunla ega bulup uzak Sibirya tömür yolu bilen 7 günlük seferge razı oldu. Oyla bununla İsa'nı muvafık tapadı. Çünkü başka bir insan meyli öz tukkunu yaki yat kiçikkine gururu olan bir saran Xitayning tertini tazılap 7 günlük seferge unandı. İsa'nı bir az maqtaydı çindeli. Xitayning ajabmen bo'lgan chaqlardagi muloyimligi bor-ku, naki mehribonlashib ketgan, ajoyib balandbek xalq ulab ketadigan chaqi bor-ku. Ajabmen chaqalarda. Ashunday muloyimligi bilan shiylashtirib, bu vazifaga sendimmi ishonchli bir odamning yo'qligini o'ylab yetdim, deydi. Shuning bilan Isoni yo'lga soladi Beyjingga. Uzak Sibirya tömür yolu bilen. Bu uzun seferde saran Xitayning ta'atini tozalab, aslimida ta'atini tozalaganligi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, bunisini faraz qilishga bo'ladigan tabiiy ish, qarindoshlar. Güzelleştirilgan yeri bu bo'lishi mumkin. Beyjingga olib borib tuqqanlarga topshirdi sadoqat bilan. O zamanlarda Cahan kompüterleşip ketmegenligi üçün İsa Bijanga kaçıp ketsimi tapanmaydı aslında. Zaten yeni de bizim hiç qanday kimlik hüccetleri yok. O yandan bu yana ütüşüp yürüydiğen zaman o. Çıgırdım. O zamanda bu ülegini poyizden berisinden taşlayıp bitip kaçıp ketsi bulunduğun bir iş. Lekin sadakat bilen Beyjingga olib borib tuqqanlarga topshirdi. Özümü şu münasebet bilen Xitayda qaladı. Ve keyinki Nanjing hayatının başlanışı mana muş sebep bilen boludu. Onun içkirge berip kelişidiki sebep şu saran Xitayni Beyjingga olib borish. Şu sebep bilen Xitayga berip qalgan. Endi bir az lirik çekiniş qilaman. Qarindoshlar, bir tırnak açımız desek mi boludu? Muş voqea haqida. Bir qatim merhum Abduqodir Turkistani Saudiya Arabistonda yashab olamdan o'tgan Abduqodir Tatay laqabi. Abduqodir Turkistani shunday bir paran qilib berganlar. Bu chaqda mantaqa İsa'ning bu aslimisini o'qimagan chaqlarim edi. Onun deyişçe o bir günü ma'lum bir vatandaşımızın uyup kirgenken bu yerde bir top Uygur topluşup paranı düşken sorun eken. İsa Yusuf'un Arabistan'a gelgen ciddide boğan külleri buluş gerek. Sorunda del İsa Yusuf'un keçmişini sözleyevatkan yerine kirip demem deydi Abduqodir Hacı. Belki birileri qanday o Xitayga verip qalganligini so'ragan bo'lishi mumkin. İsa mana shu savolga javob berish yuzidan mana shu sarangni poyezd bilan Beyjingga olib borib tuqqanlarga topshirish safarini anglatayotgan ekanmish. Buni anglab bo'lgandan keyin ama Abduqodir Hacim bu yerda xato anglamoqda. Bir sarangni emas, bir Xitoyning uligini deb anglamoqda. Buni anglab bo'lgandan keyin Abduqodir Hacim shunday debdi ekan İsa'ga. Efendim, sizlar degan bir millatning vakillik odami. Sizlarni boshqalar Sharq Turkistonning lideri deb taniyotgan odam. Shunga yolg'on bo'lsa-mu,
chiroyliroq bir tarjimal to'qivasizlar. Nima ayb bu bir Xitoyning uligini necha kunlik safarga oppadim deb yurmak? Lekin Abduqodir Hajim bu ishni xato xotirlab olgan bo'lib, Saran Xitoyni ulug' Xitoy shaklida deb bergan. Mana deb berishdi. Ammo men aslimini o'qigandan keyin bildimki, bu ulug' Xitoy emas, tirik Xitoy. Saran Xitoy. Ulug' Xitoy bo'lgan bo'lsa, ming yaxshi emasmi? O'ylab boqinglar. G'alvisi yo'q, xapsi yo'q. Ammo o'ylanglar, bir Saran Xitoyni 7 kunlik safarda idora etmek, Allohim, üzengaman. Endi ikkinchi aslima. Yana shu Abduqodir Hajimdan İsa haqida yana bir hikoya. İsa efendi Arabistonga kelganda, Arabiston podshohi Jiddiga maxsus uchoq avatib İsa'ni Riyodga olgan. Shug'unisi ko'p o'tmayla davlatning istenmaganlar tizimligi. Xalqaro munosabatlardagi bir atalg'u bu. İstenmaganlar tizimligi degan. İngilizcesini asli kelib chiqsa latinchadan kelib chiqqan bo'lishi kerak. İngilizchedami, latinchedami persona non grata deyiladi. Xitoychasi bushoxoyingdi javsi yoki qarshi elinmaydigan kishilar tizimligi. Bu davlat seni xohlamaydi deydigan odamlarning tizimligini e'lon qildigan ish bor. Zaman. Mana shu qarshi elinmaydigan kishilar tizimligi ichida İsa'ning ismining borligini ko'rib hayron qoldim deydi Abduqodir Hajim. Shuncha izzat hurmatini qilib, maxsus uchoq avatib yeniga chaqirtgan İsa'ni nima deb davlatning qarşılanmaydiganlar tizimligiga qo'shib qo'ygandi degan bu savol kallamni bakma mashg'ul qildi deydi. Shu chaqlarda Uyg'urlar ichida ba'zida podsho bilan o'ltirib qo'padigan palaniga, ismini unutib qoldim. Palaniga bu ich pushqimni dedim deydi. Mushuningdagi sirni bir bilib bersan, podshoning kayfi chog' bir paytni tepib, so'rab baqsan deb havola qildim deydi. Keyin bir zamonni o'tkazib yetib, buning javobini olishga bordim deydi. Palani podshodan buningdagi sababni so'rabdi. Podsho deb turlarki, men bu odamni bir millatning lideri deb, uning nima derdi bor anglay, yordam talab qilsa beray deb chaqirtgandim. Derdini so'rasam, dediki, "Mana xalqim pul bermaydi. Xalqim meni tashlab etdi. Mening pulim yo'q. Ikki balamni o'qitolmayapman" deb datildi. Bu qanday lider? Bir millatning lideri bo'lgan odamning dardi ikki balaning dardimi? Qolganlar kimning bolalari? Agar u mendan millatning ot sifatida "Menga yiliga 200 bola o'qitib ber, 400 bola o'qitib ber" degandek talablarda bo'lgan bo'lsa, ondan men uningga yordam beretdim, uni lider deb biletdim. U bir abdalken emasmi? Ailesining dardi bilan qolgan qanday odam bu? Mana shuningga achchig'im kelib, istenmaganlar tizimligiga qo'shib qo'ydim debdi. İsa'ning ayolining rasmini ko'rganlarning deyishicha, uning yasinish pasoni tamamen aşı zaman Xitoy tataylarning turqiga o'xshar ekan. Ko'p odam uni Xitoy bo'lsa kerak deb o'ylab qilishdi. Va inkaslardan ba'zilar ayoli Xitoy debdi, anaqa emas. Aslimisidan qaraganda ayoli Uyg'ur. Ammo o Xitoylarni ulug' bilish ro'yi bilan butun vujudi to'lib ketgan bo'lg'achqa, o'zini Xitoylarga o'xshatishga, qiyofati bo'yicha Xitoylarga o'xshashga jon jahli bilan tirishgan bir ayol. Ya'ni mal egisin doğrumisa haram degan o'xshash.
Başka atıp olup Ürümçik gelgenden keyin nurg'un fursatlarda qurolliq kurashga qarshi chiqadi İsa. Ve o'zini tinchlikchilikda oq kaptar o'rni qo'yishga tirishadi. Vatandan ayrilish jarayonimi tamamen bir abdallık. Men buni Google'da yazdım, qarindoshlar. Google'ni o'qiganlaringlar buni esleyalaysizlar. Şu ahirki peytler, vatandan ayrılıvatkan peytlardaki aşk keşmişlerinin hemmisi tamamen tarihi paketlarga uygun. İsa'nın bu eslimesideki paketlarına uygun. Bunundan başka Hacı Yakup Anat'nın şu birlik açkanlarının içindeki bir adam. Hacı Yakup. Hacı Yakup'nın Türkiye'de yazgan, Türkçe yazgan eslimesidi mi? Aşı. İki eslimege asaslanıp yazılgan. Google'daki aşkurlar. Ben bir yerde onu tekrarlap otlamay, Google'ni okusanlar, aşını üzanlayız kılalaysızlar. Roman tokulma deyimiz, ama ben bu yerde tamamen tarihi paketlarga asaslandım. Aşı Kökart davanda yüz bergen işlerden bu taksirde hiç kanda lideri xas süpetinin yokluğu %100 bir abdal ekanligi mana mende chiqib turdi. Qarindoshlar, shuni deb qo'yay, siyosiy literaturi doirasida bir liderning liderlik vasiflarini eng chaqmaydigan, eng ko'zli ko'rilir fursati qaysi desanglar, halkılık paytda cüretkar karar elish ololmasligini ko'radi. Eğer halkılık paytda erkekçisiga karar alanmasa, onun da liderlik süpetleri yok degan gap. Bu mu? Muş Kökart davandaki acayip vaka. Özü yazgan qurlardim ma'lum. Hiç kim İsa'ga böhtan qilayotgani yok. Qarindoshlar. 16 nafar Xitoy askari var Kökart davanda. 16 asker. Bu askerlerning 10'i Xitoy, 6'sı Uyg'ur. 300'ge yakın Uyg'ur, 300'ge yakın chet elga chiqmoqchi bo'lgan, hajga mangan, yoki boshqa sabab bilan mangan, tijoratga mangan ve bu siyosiy qochoqlar ular 300 Uyg'ur. Qanchilag'an pulemyot, yüzlerce miltiq, necha yüz qo'l bombasi, 10 ming paydan ortiq o'q. Mush qadar kuch bilan 10 Xitoyga bosanchiq bo'lib, ahmaq qilinib, bo'zak qilinib, qurolsizlantirilib, sharmandalarcha tutqunlikda taki Xotan gumining Sanju yisigacha qaytarildi. Qolgan tafsilotni Google'dan o'qisangiz bo'ladi. Men bu yerda hammanda bo'taman. Bu qachoqlar Hindistonning chegara yaqinlaridagi bir yisiga kelganda, Hindiston hukumati ularga tikuchari etib Srinagarga keltirdi. Kashmirning markazi Srinagarga. Ko'rinib turdi-ki, Hindiston hukumati ularni qarshi oldi. Agar dushmanlik bo'lgan bo'lsa, tikuchari etib ularni Srinagarga kelishini tushundigan olmaydi. Nayt tabiiyki, tarihi ziddiyeti bo'lgan Xitoyga qarshi ko'zir hisobida foydalanish uchun Hindiston hukumati ularni qarshi oldi. Keyingi zamanlarda 58-yılda Tibet qachoqlariga panohlik berganligi aslida bizninkilarni xuddi keyin Tibetlarni qo'llagandek qo'llash niyatlarining borligining bir isboti edi. Ammo liderlar siyosiy da'voning taqdirini emas, o'z bolalarining istiqbolini bekrak o'ylag'achqa Turkiyaga ketgan. Turkiyaga kelgandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotiga 2 qatim chaqirilgan. İsa 50. yıllarda. Her 2 qatimda shaharni vayron, madrasani poq qilib qarab o'tdi.
Bunun bir qatımida Sovet İttifaqı adami vətib görüşkən. Bunu Şərq Türkistan meselesini, xalqaralıq mesele sübutida Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kun tartibida tutuş üçün, her daim canlıq tutuş üçün ma'lum bir dövlət, yani iki dövlət oturuq qoyuşı ve 10 neçə dövlət qoşulup avaz verişi gerekken. Şu zamandaki siyasette. Bu hazır anda asan emas qarindoshlar. O fırsat ketdi. O zamanda iki dövlət oturuq qoyuş, 15 dövlət mu aytavır qoşulup avaz veriş kifoya ekan. Şoňaşqa bu iş bek oň bolgan. Sovet İttifaqı kereklik avazni özünün federatsiýalary arkalyqla püttürüp ýetdiganlygyny dep va'da qilgan. Oturuq qoyuşni men qoysam bolmaydy. Oturuq qoyuşqa özüňla iki dövlet tepanglar. Şu zamanda Erbistan'da yaşaydigan çoňlar iki musulman dövletini tepişke mesul bolgan. Ularning deyişçe ikkidan mı köp dövlet tapkan olar. Mesele Birleşken Milletler'de oturup koyulgan. İsa'nın derdini anlap bakkandan keyin andın avazı koyulduğu işti. İsa çakırılıp söz verilgen. Oylamagan yerden bu abdal men Şarkı Türkistan'ın emas, Garbi Türkistan'ın vekili dep jarsadı. Avaz ötkülünü eşki verdi bergen Sovet İttifaqının pok ketigan. Şunun bilen bu baxtsiz milletinin tarihi fırsatı külge aylangan. Köpçülikinlarning haberi bar. Xitaylar Vietnamda uruşup atkan 79. yılda Sovet İttifaqı bir oyun oynagan. Yani Garbi çekirini qalaymakan qilish arqali Vietnamga tushadigan besimni azaytish uchun bir oyun oynagan. Barliq Uyghur, Kazak, Kırgız, Özbek degandek Şarkı Türkistan'da mı bağlanan halklardan çıkan yaşlarını askerlik mecburiyeti öteyatkanlar ve ötep bulup çıkın çekingenlerini toplap Vatan Qutquzuş Armiyası teşkillagan. Bu qoşunları Şarkı Türkistan Milli Armiyasının sabık generali Zunun Teyipni komandan kılıp tayinlagan. Bir harbiy manevr kılıp bunun filmini taqatgan. Bu filmni Xitaylarni köçürüp edip ta ki şehir garnizonlarıgacha taqitip Vatan Qutquzuş Armiyasının besip kirish ehtimolligidan agalandirish safarbarlik hareketi başlatgan. Şu kadar aniq esimde bu manevrning filmini atışning şehir garnizon komandanlık ştabının oynusunda koygan. Askerlerle koyup bergen. Bularning hujum tizligi, hazırkı zaman quralları bilen qurallanganligi. Xitaylar tazin tepip boğuça Qashqarga yetip kelaydiganligi. Qatarlıq söz çöçekler koçuda kezetdi. Şu zamanlarda. 79. yıl. Bunun öyle Xitaylarning bir munchisi öy mülklerini azan setip kaçışga başlagan. Mana şu çağda Sovet İttifaqı yana bir qatam İsa'ga adami vertip Xitayga karşı bir hareket başlatış niyetini. Bu hareketning beşida simvollik halda bir Şarkı Türkistanlıkning turib berish zörüriyeti bağlıqını. Yani xalqarada Sovetning ag'dirmichiligi deyilmasligi uchun diplomatik skandal yuz bermasligi uchun uning beşida bir Şarkı Türkistanlık görünüşü lazım. Zörüriyet. Bunun için İsa'nın şundaq bir rolni elishini teklif qilgan. İsa Şarkı Türkistan xalqiga kuyinib, bunu rad qilgan. Rejisi yana o'xshash. Bu tarafdan musulmon bolalari, o tarafdan Xitoylar musulmon askarlarni oldirib sep qo'ydi. Shuning bilan o'zaro qirg'inchilik bo'ldi. Ko'ringlar. Bu hayotida namoz o'qimagan odamning musulmonlarga kuyinib ketishini. Bu tinchlikchilikdan to'yib ketsan, to'yib.
Bu teşlikçilik hiç normal tuyulmaydı qarindoshlar. Qandaqtı Xitoyga ziyon bo'lib ketmagay deyotgandeklar. Qarindoshlar, baxtsizligimiz shu yerdaki, bizga vakillik o'rniga chiqib qolgan, bizning liderimiz sifatida ko'rinadigan mavqelarga o'ltirib qolgan odamlarning bu darajada abdal bo'lishidir. Baxtsizligimiz. Yani şunu səminlərə söyləyib qoyayım ki, bugünmə ahval başqaça emas. Bir muncha da'vochilarning faili majhul, kesilman iddialarga ega, ba'zilari hatto sap Uyg'urmi emas. Texi İsa Turkiyada yerleşib qolganligining turtkisida Türk millatchiligining besim ostida da'voning ismini Sharq Turkiston deb kelgan. Ta ki erkin alıp dikin dadısının asli arzusunu ifadalab, bunu Xitaylarga texim faydalı olgan tarafga burab, davanın ismini Uyghur Abdunum rayonu degenge o'zgartdi. Aslida bu tashkilot Sharq Turkiston Milliy Markazi deb qurilganda, erkin alıp dikin teklif qismi yaqin kelgili unamagan. Nemişkidir keyin teklif bilan bu teşkilatga keldi de teşkilatning nomi Uyg'ur qurultayga aylanib ketdi. Sharq Turkiston degan da'vo ismining burmilinishi, Sharq Turkiston Milliy Markazi degan tashakkülning Uyg'ur qurultayi degan velikizina ismiga aylanib qolishi va buning oqibatida xalqarodagi da'vomizga aloqador uchur va xabarlarda Sharq Turkiston deyilmay, la'natkarda ismni qo'llanish ta'dirji umumlashishga yuz tutish qatorliqlarning hammasida erkin alıp dikinning qo'li bor. Hassi bor, boshlamchiligi bor. Uyg'ur qurultayiga aylangan va erkin alıp dikin raislikni qabul qilgan shu tunji qurultayga qatnashganlar mushu jarayonda erkin alıp dikinning qanday tavsiyalari bo'lganligini, Uyg'ur qurultayi degan ismni kimdan taklif qilganligini, nima uchun to'g'ri bir ismdan buningga burilganligini obdan biladi. Mana bularga shu birinchi qurultayning ishtirokchilari javob berishga tegishli masala. Qarindoshlar, yillar avval, balkim 10 yildan ko'proq bo'lganda men kitoblarimda Anjondagi shu munofiqlikni tilg'agan. Hech kimning diqqat qo'zg'almadi. Ammo texmi oshkora holda hujum xarakterida o'tirib chiqishga to'plamimizning ahvoli uyg'un kelmaydi. Chunki biz Uyg'urlar boshqalar tarafidan kallamizga singdirilgan qahramonlar obrazida tushuntirib olamizki, pokitlarni pisand qilmaymiz. Şunu tariximizde hala kahraman deyilgen munafiq olup ketkenligi haqida aniq ma'lumotlar bo'lishib qaramay, dayi sanılayotgan munafiqlar mavjud. Men bir qatim torda birisining 2-chi Cumhuriyetni satquchi haqidagi xatosi qarta ikki naqlni Üzemnin gipini emas, naqlni, tarixiy paketni yollasam, bu janob men tillig'a edi. Mening qilganim tarixiy faktni yo'llash bo'ldi. Üzemning biror jumla so'zi yo'q buning ichida. Men psixologiyaga oid videolarda deb o'tgandek, tafakkur hurulliq bilan yashaydigan xalqlarda hamon mavjud holatni saqlab qolish, mavjud qimmat qarashlaridan ayrilib qolishdan qo'rqish, iddiviy tushuncha yiqidan jiddiy o'zgarish olib keladigan fikrlarga qattiq qarshilik mavjud bo'lganligini, ko'pchilik insonlarning iqimga erishib olish, ko'pning qatorida bo'lib olish, hokim fikrlarga yondoshlik, fikrdoshlik orqali o'z mavjudligini kafolatga ega qiladiganligini, shunga mavjud holat buzilib ketadiganidek bo'lsa, qattiq sarosimaga tushadiganligini, shunga mavjud holatni saqlash uchun hujum qiladiganligini, aslida u o'z mavjudligining tahdidga uchrayotganligini sezib, mushundaq qiladiganligini deb o'tgan edi. Bu nuqtani Mehmet'in Ala'nın psixologiyaga oid asarlardan texmi aniq ko'ra olaysizlar. Texmi aniq tushunchaga bo'la olaysizlar. Masalan, mushu İsa masalasini desak, u bir to'xtikor lidermi, munofiqmi degan masalada azaldan uni to'xtikor lider sifatida ko'rib, shundoq deyishga ko'nib ba'zirg'icha kelganlar uchun uni birdilla munofiq degan qarash o'tirib chiqsa, qabul qilg'isiz bo'lib tuyuladi. Bu yerde İsa'nın obrazi
ag'dirilishga uchrab qalmay, uni ijobiy shaxs, lider, töhfikar sifatida ko'rishga odatlanganlarning bu sha'niga tegadigan bo'lg'achqa, chunki ularning tanlashlari xatoga chiqadi. Hatto paketlarni rad qilish, ko'z yumish xohishlar ko'riladi. Paketlar qarashida ba'zilar paketlarni o'ydirma deyishi mumkin hatto. Ba'zilar ag'dirishga petlanmaganda har turli sabablarni ko'z tutish orqali vaziyatni mumkin bo'lganicha go'zallashtirishga, jinoyatni suslashtirib, o'limga loyiq bo'lganlarni 2 yil kechiktirib ijro qildiganga, unisini muddatsizga va muddatsizni muddatga o'zgartirish urinishlarida bo'lishi yo'l qo'yishi mumkin. Mana bu inson psixikasidagi moyillik qilib. Ko'ngilga yoqqanni yoqtirib anglash, yoqmaydiganni garchi haqiqat bo'lsa-mu rad qilishga tirishish urinishidir. Tariximiz mana shunday marazliklar, chalang'ushliklar, xatolar, ta'tirliklar bilan to'lib ketgan. Xalqimizga reja uqtirishning imkoni bo'lmag'achqa, ba'zi ismlarni tilga elishmi qo'rqinishli. Agar men mumkinda ba'zi ismlarning munofiqligini tilga olsam, chammagizak qiladi mening xalqim. Mening qo'yayotganim paket bo'lishig'imi qaramaydi. Chunki uning kallasiga o'rnab qolgan o qahramon, o doyi, o kattadan. Bu texim mo'yim texim mustahkamda. Paketdan ustun. Chunki xalqimiz paketlarga qarab emas, kallasiga singib qolganlarni o'lcham qilib oladigan bo'lg'achqa, paket emas, o'zining qiliplashgan, qasraqlashgan tushunchisini paketdan ustun qo'ydi. Bu halning yana qachongacha davom qilganligini noma'lum. Yana bir yerimiz birisi o'lgan bo'lsa, bo'libmi Xitoy sababidan o'lgan bo'lsa, bo'ldi. Qil sig'maydiki, uning yuzlarcha munofiqligimi ko'z yumiladi. Uni qahramon deyishimizga asos to'liq. Xitoylarning qo'lida o'ldi. Buningdan buyuk paket bormi? Tamamen uni qahramon deydi, davrda qarish. Qarindoshlar. Bu kunlar kelganda Nurbekirdek munofiqlarni Xitoy turmasiga qamalgan bo'lsa, unimi qahramon deydimi? Kuseyni bilisizlar, tono'g'i o't sağanda. Tononi elishtirishga bir uzun badir ishiltildi, kusey deb atalgan yog'och. Kuseyni ishlatib qisqirab ketgan chaqda qanday qilamiz? Kusey uzun bo'lsa qo'lim ko'ymaydi deydigan tamsil var qo'lda. Endi u qisqirab ketdi, qo'limiz kuydigan darajada qisqirab ketdi. Qanday qilamiz uni? Tavog'i urab, mo'ziga qo'yamdi. Baliq kuseyni yoki tonorga tashlab yutamdi. Aqlinglarni ishiltinglar. Munofiqlarning qismatini ko'p chaqlarda shunday bo'ladi. Ishlatkichi munofiqdan iborat bu kuseyni ishlatkili bo'lmaganda taxta beshiga qo'ymaydi, to'noq tashlab yutadi. Buning bilan uni qahramon qilib olamizmi? Ishonamanki, birmuncha yo'lsiz tillig'ichilar chiqadi bu deganlarimga. Hatto bu Uyg'urga kuyinguchilarning ba'zilari Uyg'ur yezig'ini bilmaydi-yu, ammo Uyg'urlik davosining avangardidek saqal taqilib qilib hammaga tang esiladi. Bundaqlar uchun paketlar emas, o'zining kesilma eng asos bo'ladi yoki shaxsiy munosabat asos bo'ladi. Menimcha İsa Yusuf temasi mushuning bilan tugadi. Aslida bu butun sürü kitap bu. Buningda bu turdagi ishlar oz emas. Lekin ashi yetarli, kifoya. Hammalarning hamma vaqt xayrli bo'lsin. Alloh niyat qilgan buyuk ishlaringizda muvaffaq qilsin. Duolaringlarni ijobat qilsin. Amin.